Shuncha odam mana shu suvga o'chirib kutyapti. Xola bu qanaqa suv endi? Bu suv lichiniyali buyraklarni, oshqozonni, o'tlarni, toshlarni tushiradi uka. O'zimning buyrakimda tosh bor edi. Toshlarni tushirib, ancha yengil bo'lib qoldim. Ha, shuning uchun odamlar kelib olib ketadi bu yerdan suvi. Ha, shuning uchun odamlar har doim kelib olib ketadi. Bu yerda nima deb qo'yishadi? Gidrozol buloq suvi deydi. Ha, gidrozol buloq suvi. Bu o'zi chiqadi. O'zi chiqadi. 24 soat chiqar ekan, umuman. Ha. To'xtamas ekan. Bu yerda yana qo'yishgan. Har doim oqib turaveradi. Mana shu yerda obodonlashtirilishiga sabab mana shu suv. Shu suv uchun kelishgan odamlar. Qoyil, Surxondaryoda qayeri? Jarqo'rg'on. Qoyil. Bilganlar bo'lsa kommentariyada yozib yuboringlar. Surxondaryoliklar bormi bu nachalarimiz orasida? Qadoqlab ham ishlab chiqarishar ekan. Bir kunda 200 ming tonnadan ortiq. Yo'q, 200 mingmi? 200 tonna. Ha, 200 ming deyapman. Astagfirulloh. Bo'ldi. O'sha sizlar ko'rgan gidrovuzil, ya'ni shifobaxsh suvini qadoqlab ishlab chiqarishar ekan. Yarim litrdan boshlab 19 litrgacha kunlik obyomi 200 tonna ekan. Kimda kim dilliligini olmoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Manzil Surxondaryo, Jarqo'rg'onda joylashgan.